Assalomu alaykum hammaga. Bugungi taqdimot qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan loyiham o'zbek tilidagi interaktiv yoki tasvirlashtirma do'ppilang bo'ladi. Do'ppilang o'zi nima ekani haqida texnik javobnomalardan o'qib chiqishingiz mumkin. Qisqacha gapirib o'taman. Do'ppilang chet tilda muammosi bo'lgan, dasturlashni o'rganishga qiziqish bo'lgan yoshlar uchun judayam kerakli bo'lgan tillardan biri hisoblanadi hozirgi rivojlanishda. Buni Do'ppilang.uz sayti orqali ham kirib o'qib ko'rishingiz mumkin. Do'ppilang.uz saytida nimalar bor? O'sha tildagi qanaqa kerakli bo'lgan hamma bilimlar o'sha dokumentatsiyaga yozib boriladi. Undan qanday o'rnatish mumkin? Aslida nimalar qilsa bo'ladi, nimalarga asosan qanaqa kamchiliklari bor, nimalarga urg'u berilgan hammasini ko'rish mumkin. Hop. Misol uchun o'rnatishdan boshlaylik. O'rnatish uchun bizda albatta Windows sistemasi kamida 512 GB RAM xotira va 10 GB atrofida qo'shimcha xotira mavjud bo'lishi kerak. Judayam optimal bo'lishi uchun albatta. Bu yerdan dastur yuklab olishimiz mumkin. Ustanovshik bor bu yerda. Yuklab olishimiz mumkin. Bu yerdan qanaqa ketishi hammasiga ko'rsatilgan. Xuddi oddiy ilova o'rnatilgandek, faqat bu yerda buyruqlar chiqadi. Buyruqlarga to'liq ruxsat berishimizga to'g'ri keladi. Ruxsat berilgandan keyin bizga kompyuter bilan aloqani ulash imkoniyatini beradi. Menda o'rnatilgan bu narsa qo'shimcha ravishda do'ppi kutubxonasi ham mavjud bizda. Do'ppi kutubxonasini tushunish orqali Visual Studio Code do'ppiga moslashib olishimiz mumkin. Bunda o'rnatilgan albatta. Mana moslashadi. Biz do'ppi buyrug'i bilan ishlaymiz. Demak, do'ppi yordam qalachoq orqali do'ppini qanaqa ishlash mumkinligini aniq ko'rsatib beriladi. Hop, amaliyot uchun bitta qo'shimcha dastur yozib ko'ramiz. Misol uchun to'g'ri yaratib deb bajarib ko'ramiz. Outputimiz 12 ga teng bo'ladi deb simultaneimizdan yordam bermoqda. Endi buni sinab ko'ramiz. Do'ppi kaliti so'zi hamda vazifa. Mana bizning natijamiz aniq ko'rinib turibdi. Bunda mukammal ishlarni qilish mumkin. Qachon faqatgina OOPgacha bajarishingiz mumkin. Sinflargacha ham bemalol ishlar bajarishingiz mumkin. Bizda kelajak murojaat qilmoqda. Grafikalar, vizual seksiya bilan, komponentlar bilan ishlash bo'yicha yangiliklar qilmoqda. Bundan tashqari, imkoniyatni oshirish uchun AI ishlab chiqilgan. AI orqali do'ppidagi mavjud bo'lgan muammolarga yechim topishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, Fibonacci funksiyasi yotida biror bir algoritm kvadrat tenglanma dasturini mana ko'rishingiz mumkin. Xuddi 100% bizda do'ppi dasturlashtirib bo'yicha yozib beradi. Diskriminan to'liq hamma funksiyalarni bizga yozib beryapti. Bu yerda natijalari bilan, albatta tushunchalari bilan to'liq tushuntirib beradi. Demak, bizda do'ppi extensionimiz, do'ppi ustanovshigimiz, do'ppi fayllar bilan hamma ishlash to'liq bizda dasturlashtiruv bo'yicha to'liq amaliyotlar hammasi bajarilgan. E'tiboringizga rahmat.